Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, hammaga yangilik salom. Baliqda ozuqalash jarayonidan sizlarga video syomka qilamiz, xudo xolasa. Ozuqalanishni bir ko'raylik deganlar bo'lyapti. Mana joyimiz. Shu joyda razmerni so'raganlar bo'lyapti. Joyimiz 15 ga 25. 20, 15 ga 20. Shunda sotik bo'lyapti. Shu joyga 1,5 ming dona ilon baliq tashlaganmiz. Mana xudo xolasa yem berishni boshlaymiz. Akalar, mana yemimiz. Bular ichak. O'pkadan chiqqan atxotlar. Shu molni qisqasi atxotlari. Mana qaranglar, suv tiniq turibdi, qimirlagan yo'q. Mana hozir yem tashlaymiz. Xudo xolasa ko'rasizlar ishlarim. Bismillah. Boshlar xudo xolasa yemishdi. Keyin nechkilar yem berish kerak degan savollar bo'lyapti. Biz hozir bu yerga 1,5 mingta tashlagan bo'lsak, 10 kilo, 12 kilo berib turdik. Keyin 15 kiloga chiqardik. Shu kecha 15 kilo berdik. 15 kiloni yevordi. Xudo xolasa ertalabga 6 kilo berganmiz. Hozir 13 kilo olib chiqdik. Jami hisobda bugungi 19 kiloga berib ko'rmoqchimiz. Mana xudo xolasa ishlari aktiv, zo'r. Akalar, YouTube'larda jigar bilan, o'pka bilan bahsa bo'ladi deyilyapti. Hozirgi kunda qaylardadir jigar o'pka atxot bo'lishi mumkin. Lekin bizda qassobxonalarda 1 kilo jigarda narxi kamida 80 ming so'm. U jigar bilan boqib bo'lmaydi. Endi hozirgi kunda atxot deganda, mol atxoti deganda jigar o'pkalarda hisobi olmanglar. Qorin, jigar o'pka qorindan kalla go'sht qiladi. Shuni hisobiga u qimmatga tushadi. Hozirgi kunda endi biz o'zimizga qarashli odamda qushxona bor, tekinga olyapmiz. Shu mana shu yiturgan atxotni asli 1 kilo narxi 1,5 ming so'm. 1,5 ming so'm. Yana nima bersa bo'ladi? Karas bersa bo'ladi, mayda baliqlar bersa bo'ladi. Endi uni baliqni bersa bo'ladi, lekin uni postiyanni yetkazish qiyin. Endi buni hozirgi kunda naq topsa bo'ladigan mana bu tovuqni jigari bor ekan. Tovuqni jigari 1 kilosi narxi 3 ming so'm ekan. Shuni hisobini olasizlar akalar, 3 ming so'm eng qimmatini. Har doim 1000 so'm 1,5 mingdan yem topib yetkazib bo'lmaydi. 1 kilo yemi hozirgi kunda 3 ming so'm akalar. 3 ming so'mdan hisoblab o'rtacha 2 kilo, 3 kilo yeydi menimcha 1 kilosi. Shunda 1 kilosi shu katta bo'lguncha necha kilo bo'ladi? 1,5 kilo ham 2 kilo bo'lguncha 3 kilo yem yeydigan bo'lsa 3 mingdan 9 ming so'm rasxod bo'lyapti. Endi o'zimiz hisobimiz bo'yicha. Lekin bizga hozir bu bizga arzonroq tushyapti yemi hozircha. Keyin akalar, bizga telefon ko'p bo'lyapti. Ilonbosh lichinka bor ekan, topib beringlar sizlarda deb. Qoraqalpog'iston, Surxondaryo, Qashqadaryodan
akalar 10 kilo, 15 kilo, 5 kiloni u yoqqa dastavka qilib bo'lmaydi akalar. Bo'ladi, lekin tan narxidan qimmat bo'lib ketadi. Mantiq o'ylab ko'rsangiz 10 kilo deyapti, 5 kilo deyapti. Mesela 10 kiloni hisobini oladigan bo'lsangiz 80 mingdan bo'lsa, akalar 800 ming so'm bo'ladi. Bu yerdan 200 ming, 300 mingga chiqarib oladigan bo'lsangiz, endi baribir baliqni sal qimmatroq bo'lsa ham hushyorroq bo'ladigan o'sha taksidan chiqarasiz. 200 mingga chiqarsangiz, u yog'iga yana 200 mingga kelsa 400 ming. Endi u sog' boradimi, yo'qmi? U yog'i ham bor akalar. 1 million 200 mingga tushyapti 10 kilo baliq. Bu foydalanib bo'lmaydi. Endi hech yo'q, kamida bir bizga akalar 50 kilo, kamida 30 kilo mayli zakaz qiladigan bo'lsalaring topib beramiz. Shunda o'zimiz yoki o'sha birorta ishonarli taksini gaplashib qilib olsak bo'ladi. Bu ozgina qoplamaydi akalar, sizlarga ham bizga ham. Keyin ilonbosh naq turadigan hozir o'zimizda o'sha dolzarb savollarga javob, ilonbosh naq turadigan narsa emas. Sazan, amur, oq, bilamur shunaqa boshqa baliqlar bo'lsa, ular naq narsa. Ko'lga mayda lichinkasini tashlaydi, soni aniq bo'ladi. Akalar, endi sizlarga qanday tushuntirsam bo'ladi? Ilonbosh shunday narsaki, ko'llardagi o'sha kasal baliqlarni, o'limtik baliqlarni tozalab turgan, tashlanadigan narsa. Misol uchun 1 gektar ko'lga 2000 dona oq tashlanadigan bo'lsa, bir 1000 ta 2000 dona sazan tashlanadigan bo'lsa, 1000 dona oq, yana 500 ta amur baliq tashlaydigan bo'lsa, bu ilonboshdan 100 ta, 200 ta, 300 ta tashab qo'yadi. Prosta tozalab turgani ko'lda. U ilonboshga deb turib ko'lda addenni yem berilmaydi. Endi biz bu yerda ilonboshni o'zini boqyapmiz, shuni hisobiga hozir go'sht beryapmiz. Misol uchun bitta ko'lga 200 ta ilonbosh baliq tashladi deylik. U ilonbosh balig'i hozir misol uchun 300 gram, 400 gram tashlaydigan bo'lsa, u bahorda bolalamaydi. Shu kuzga borib bolalaydi akalar. Endi kuzga borib to'g'ri 1000 tadan milliontagacha bolalaydi deyapti. 1000 tadan milliontagacha bolalaydi, to'g'ri. Uni mana bu sazan, karas, mayda boshqa baliqlar uni bolasini yeb yuboradi akalar. Patriya bo'lib ketib qoladi. Shuni hisobiga ilonboshni lechinkasi, balig'in lechinkasi nech dona, qancha shutuk chiqishini hech kim to'liq aytib bera olmaydi. Где-то bir 500 kilo chiqadi meni ko'limdan degan odamnikidan ham 70 kilo, 80 kilo, 100 kilo chiqadi akalar. Naq narsa emas. Kimga ilonbosh kerak bo'ladigan bo'lsa, qaytaraman, kimga ilonbosh kerak bo'ladigan bo'lsa, kamida 30 kilo zakaz qiladi. Uni oldindan bizga zakalat tashlab beradi. Zakalat tashlab beradigan bo'lsa, biz ko'llardan borib, aka ilonboshing chiqsa menga berasan. Shuncha kerak deb ularga ham oldindan akalar pulni berib zaynat qilib qo'yamiz. Hozir ilonbosh juda detektiv bo'lib ketdi. Mana bu intensiv usulda uyda boqadiganlar ko'payib ketdi to'g'risi. Kimga shu holat ma'qul keladigan bo'lsa, telefon qilinglar akalar. Endi meni telefon qilsalaring, telefonlarga javob beraveramiz, lekin 5 kilo, 10 kilo, 15 kiloga hali o'zlaringni ham, bizni ham hali vaqtimizni olmaganlar yaxshiroq menimcha. Kimgadir gapim og'ir bo'tgan bo'lsa uzr. Mana xudo xolasa tashigan yemimizni pashtiga bo'ldi. Qolganini ham tashlaymiz hozir. Akalar, videomiz yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qancha ko'p prosmotr bo'lsa, qancha ko'p like bo'lsa, bizga motivatsiya bo'ladi. Shuncha ko'p video chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, bu yerga qaytaraman 1,5 ming dona ilonbosh balig'i tashlangan. Birinchi partiyasi 87 kilo kelgan. Keyingi partiyasi
birinchi partiyasi kelganiga 1 oy bo'ldi, ikkinchi partiyasi kelganiga 15 kun bo'ldi, uchinchi partiyasi kelganiga 2 kun bo'ldi. Jami hisobda, o'rta hisobda hozirgi kunda balig'imiz 50 gramdan yarim 600 gramgacha bor. O'rta hisobga tashlaganda 170-180 da turibdi hozir baliq. O'rta hisobda 180 da turibdi. Shu 180 da turgan baliq 1,5 mingta baliqda hozirgi kunda 15 kilo, 20 kilo yem beryapmiz. Bugun 15 kilo berib turdik, bugun 20 kilo ga chiqaryapmiz xudo xolasa. Endi ko'ramiz, agar yeb oladigan bo'lsa, shu 20 kiloda qoladi. Agar yeyolmaydigan bo'lsa, shu 15 kiloga qaytarib qo'yamiz. Biogomis biznes nima bo'lyapti deganlarga akalar, biogomis biznes yonyapti xudo xolasa. Bu yil 100 tonna, 150 tonna biogomis chiqdi. Uje biogomisimiz tugadi. 0 bo'ldi. Xudo xolasa sezonga tayyorgarlik ko'ryapmiz. 1 oy nari bu yerda yana bug'doyni o'rniga ekiladigan ekillarga deb 30-40 tonna hisobini qilib chiqaryapmiz. Qolgani bahorga bo'ladi. Xolasa buni ham video qilamiz biogomisdan ham. Biogomis biznes to'xtab qolgani yo'q, bo'lyapti. Bu bizga qulay tarafi, bu biogomis yonida baliq. Bu yoqda mana avtovakum. Vakum. Akalar sog' salomat bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umidamiz. Qimmatli vaqtlarni olganimiz uchun ming bor uzr.